Sizlarga Alfraganus universiteti hamda talabalari haqida gapirib bermoqchiman. Universitetda talabalarni nafaqat bilim, balki iste'dodlarini ham erkin namoyish qila olishi uchun haqiqiy zamonaviy ta'lim, sharqona tarbiya uyg'unliklari mavjud desam mubolag'a bo'lmaydi. Men o'zim ham ushbu universitetda ta'lim olaman. Bu universitetda 100 ga yaqin yo'nalish bo'lib, hozirgi kunda nafaqat O'zbekistonning, balki butun jahonning yetakchi universitetlari qatorida turadi. Ta'lim olish jarayonidan tashqari bizda talabalarning vaqtini maroqli o'tkazish maqsadida bir nechta klublar, teatr jamoalari, kviz va qolaversa bizning ashulla va raqs ansamblimiz ham mavjud. Biz xalq artistlari konsert berishni xohlaydigan Xalqlar do'stligi san'at saroyida ham konsert dasturlarini o'tkazdik. Hozir men ushbu ansamblimizning a'zolari haqida sizlarga gapirib beraman. Darhaqiqat, hozir Al-Farg'oniy izdoshlarimiz ashulasini ijro etgan bu qizlarimiz Muxtasar Toshpo'latova filologiya fakultetida tahsil oladi. Ikkinchi qizimiz Shirinxon Valiyeva psixologiya yo'nalishida, uchinchi qizimiz Yernazarova Nodira esa qo'shni Respublika Qozog'istondan kelib, bizning Alfraganus universitetida tibbiyot yo'nalishida tahsil oladi. Qarang-a, ular hech qaysi ashulachidan kam emas.